Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun börekning roli va börek kasallari to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiyaning asosli mazmuni börekning badan ichida o'taydigan xizmat ahvoli, börekka ziyon soladigan omillar, ko'p uchraydigan börek kasalliklari, börek kasalliklarininki alomatlari va börekni qandoq asrash to'g'risida bo'ladi. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Börek belning ikki tarafiga joylashgan bo'lib, cho'ngligi har odamning o'zining mushtichilik bo'ladi. Börek badanda süzgüçlük rol oynaydigan bo'lib, 70 kilogram keladigan bir odamning böreki kuniga börekdan o'tgan 200 litr qonni süzüp chiqadi. Odam bir börekdan ayrilganda qolgan bir böreki ikki börekning xizmatini o'tashga to'g'ri keladi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida odam badanida taxminan 8% qon bo'lib, badan ig'irligininki 8%ni qon egallaydigan bo'lib, 70 kiloluk bir odamda taxminan 5 litrdan 6 litr yoki 5 kilogramdan 6 kilogram oralig'ida qon bo'ladi. Bu 5 litrdan 6 litr atrofidagi qon mushu börekimizdan taxminan 30 necha qitimdan 40 qitim aylanadi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida börekdan bir kuniga aylanadigan qon 70 kiloluk odamda taxminan 200 litr qon börekdan bir kunda aylanib chiqadigan bo'lib, börek shu qonni tozalab, süzüp, uning ichidagi keraksiz zahar moddalarni badan sirtiga chiqarib tashlaydi. Ama yuqori deb o'tgandagidek, börekninki asosli roli süzgüçlük rolni o'ynaydigan bo'lib, undaqda bu börekninki süzgüçlük roli, ya'ni konkret nimalarni o'z ichiga oldi degan vaqtida, birinchisi börek badandagi qoldiq modda va zaharlarni tozalaydi. Ikkinchisi börek badandagi ehtiyojdan ortiq suyuqliklarni badan sirtiga südük qilib chiqarib tashlab, badanning suyuqlik tangponligini saqlaydi. Uchinchisi, badandagi hujayralar ishlab chiqargan kislotani badan sirtiga chiqarib tashlab, badanning asos kislota tangponligini saqlaydi. To'rtinchisi, börek qondagi natriy, kalsiy, fosfor, kaliy qatorliq moddalarning tangponligini saqlaydi. Beshinchisi, börek qizil qon hujayrasini hosil qilishga yordam beradigan hormonlarni ishlab chiqaradi. Oltinchisi, börek qon besimini kontrol qiladi va yoki qon besimini tangshaydi. Yettinchisi, börek sumakning sog'lomligiga kapolat qiladi. Yoki sumakning sog'lomligiga kapolat qilishda alohida muhim rol o'ynaydi. Demek börek bedenimizde alayda muhim rol oynayotgan. Undaqda biz börekni qandaq asraymiz degan vaqtida bu börekni asrash uchun oldi bilan börekka ziyon soladigan omillar bilan tanishib chiqmoqimiz lozim. Ya'ni qandaq omillar, qandaq ahvolda börekimizga ziyon tegidi, ziyon keladi yoki ziyon yetkazdi. Biz bularni bilgan vaqtimizda anandan keyin börekimizni texmi yaxshi asray olamiz. Birinchisi, börekka ziyon soladigan omillarning birinchisi ba'zi dorilar bo'libmi og'riq pasaytish dorilari va har xil zaharlar. Biz normalda kasal davolashga ishlatadigan ko'pincha dorilarniki ozdir, ko'pdir badandagi har xil muhim a'zolarga aks ta'siri bor bo'ladigan bo'lib, ba'zi dorilar jigarga ziyon yetkazsa, ba'zi dorilar börekka ziyon yetkazishi mumkin, yana ba'zilari oshqozonga yetkazishi mumkin. Bularning ichida bo'libmi shu og'riq pasaytish dorilariniki va har xil zaharlarniki börekka bo'lgan ziyoni
alayda ko'zga ko'rinarlik bo'ladi. Shunlashqa biz har qanday dorilarni ishlatgan vaqtida u dorilarning aks ta'siriga alayda diqqat qilishimiz, böğrükimizdə məsələ bağla çoxum bu xil dorilarni ishlatishdan saqlanishimiz bizning sog'lomligimizni kafolat qilishda bek muhim. Ikkinchisi, ehtiyojdan ortiq iste'mol qilingan tuz. Men burunqi bir leksiyada tuzningki sog'lomlikdagi rolini, ahamiyatini so'zlagan vaqtida badanda tuz kam bo'lsin bo'lmaydi, tuz ortiq bo'lsin bo'lmaydi deb o'tgan. Demak, biz tuzni ko'p iste'mol qilgan vaqtimizda u tuz böğrükimizga ziyon yetkazadi, ya'ni bizda yuqori qon besimini paydo qilishi mumkin. Uchinchisi, konservalik yemeklikler. Biz sağlamlığımızı kapalat qilish uchun amal bor, yeni itilgan tamoqlarni yeyishimiz kerak. Ya'ni uzun muddat saqlangan tamoqlarni, yemekliklarni amal bor yemasligimiz kerak. Chunki ularni uzun muddat saqlash uchun alayda bir taraf qilinadigan va ichiga ba'zi dorilarni qatadigan bo'lib, bular bizning böğrükimizga zaxmi akilishi mumkin. To'rtinchisi, suvni yetarlik ichmaslik, uzun muddat az suv ichish. Beshinchisi, yetarlik uxlamaslik, uyqusizlik. Oltinchisi, haddidan ziyoda ko'p go'sht iste'mol qilish. Yettinchisi, haddidan ziyoda ko'p shakar yoki totli yemekliklarni iste'mol qilish. Sakkizinchisi, ko'p aroq ichish va tamaki chekish. To'qqizinchisi, uzun muddat harakat qilmaslik va semizlik, badan ig'irligi normaldan eshib ketish. 10-si diabet kesili, yuqori qon besimi, revmatizm. Bularning hammasi mushu böğrekka ziyon soladigan muhim omillar bo'lib, ulardan boshqa balkim yana nurg'unlagan ziyonli omillar bo'lishi mumkin. Men bu yerda mushu faqatla o'zim muhim deb qaragan va ko'p uchraydigan mushu böğrekka ziyonli omillarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tdim. Bo'libmi mushu diabet kesili, yuqori qon besimi, revmatizm degandeklar böğrek kesili bilan bevosita munosabatlik bo'lib, bu kasallar vaqtida davolanmagan vaqtida kontrol qilinmagan vaqtida oxirida böğrekka ig'ir darajada zaxmi keltirib chiqishi bizningki hayotimizga bevosita tahdid elib kelishi mumkin. Hatto mushu agarda böğrek almashtirmasak, biz hayotimizdan ayrilib qilishimiz mumkin. Yoki shu ahvolga, shu ig'ir ahvolni keltirib chiqarishi mumkin. Undaqda ko'p uchraydigan böğrek kasalliklari nimalardan iborat degan vaqtida hozir aniq diagnoz qo'yilgani bo'ladigan böğrek kasalliklari 400 xilga yaqin bo'lib, ularning ichida nisbatan ko'p uchraydigan böğrek kasalliklari tuvandikilardan iborat. Birinchisi ost xarakterlik böğrek kesili, ikkinchisi böğrekdagi tosh, uchinchisi böğrek yallig'i, to'rtinchisi böğrek xaltiliq ishqi, beshinchisi böğrek raki, oltinchisi jiddiy xarakterlik böğrek zaiflashish, yettinchisi ost xarakterlik böğrek zaiflashish. Bular bizning hayotimizda ko'p anglaydigan, ko'p uchraydigan böğrek kasalliklari bo'lib, uningdan boshqa nurg'un kasalliklar ancha ko'p uchirmasmi, lekin hozirgi tibbiy taraqqiyotninki saviyasida ularga aniq diagnoz qo'yish mumkin. Bu 7 xil kasal men mushu biroz ko'p uchraydi deb qaralgan 7 xil kasal bo'lib, bularni bilib qilishimiz bizningki sog'lomligimizda bek muhim deb qarayman. Men tövəndə bu böğrek ko'p uchraydigan böğrek kasalliklarida o'rtaq bo'ladigan kasallik alomatlarini qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Böğrek kasalliklarininki dastlabki alomatlari. Birinchisi sudukdagi o'zgarish, ya'ni sudukning miqdori va rangidagi o'zgarish. Ikkinchisi horg'inlik his qilish. Uchinchisi nafas siqilish. To'rtinchisi ko'ngli aynish, qusish, ishta tutilish.
beshinchisi narsalarning ta'mi o'zgarish. Ya'ni mushu burun yeb ko'ngan ba'zi yemekliklarning ta'mi o'zgarib ketgandek his qilish. 6-si qaymoqish, 7-si yuqori qon besimi yoki qon besimi o'rlab ketish. 8-si put qo'li va yuzi ishib qilish. Bo'libmi bak atdiganda qopqan vaqtida ko'zninki ost tarafi ishib qilish. Bu böbrek kesilininki dastlabki alomatlari hisoblanadi. Undaqda böbrek kesili taraqqiy qilgan vaqtida, ig'irlashgan vaqtida qandaq kasallik alomatlari ko'rildi degan vaqtida birinchisi sudikdagi binormallik, ya'ni sudikda qon yoki ko'pik paydo bo'lish, ikkinchisi horg'inlik, his qilish, ig'irlashish, uchinchisi muskullar og'rish, bosh qiyish, bosh og'rish, nafas siqilish, to'rtinchisi put qo'l va yuz ishqi ig'irlashish. Beshinchisi bel, ya'ni börek og'rish. 6-si bolalarning bo'yi o'smaslik yoki o'sish osti bo'lish. Mushu börek kesili bolalarda uningki bo'yi o'smaslik ya o'sish osti bo'lish yuz berishi mumkin. Agar bolalarningki bo'yi o'smasa yoki o'sishi osti bo'lsa, boshqa alayda ahvol bo'lmagan ahvol ostida biz börek kesili bormi yo'q deb bu haqda tekshirish ilib berishimizga to'g'ri keladi. 7-si badandagi zar va qoldiq moddalarning miqdori ko'payish. Ya'ni ig'iz purash, teri qichishish, ko'ngli aynish, metal tam tetish, ya'ni ig'izda bir xil metal tam paydo bo'lish, anandan keyin yuzdagi dona xoraklar ko'payib ketish. Bular mushu böbrekdagi kasallik ahvoli ig'irlashganda ko'riladigan ba'zi alomatlar. Albatta, o'xshamagan böbrek kasalliklarida o'xshamagan kasallik alomatlari bo'lishi mumkin, lekin bu kasallik alomatlari ko'pincha böbrek kasalliklarida o'rtaq ko'riladigan kasal alomatlari bo'lib, buni bilishimiz mushu böbrekda mavjud bo'lgan kasalliklarni burun bayqashda, burun bayqab, burun diagnoz qo'yib, uni burun davolashda nihoyatda muhim. Shunglashqa buni qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni alayda muhim deb bildim. Undaqda biz böbrekni asrashda yoki böbrek kesilining oldini olishda nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida, birinchisi aktiv badan chiniqtirish, badan ig'irligimizni yaxshi kontrol qilishimiz kerak. Ikkinchisi yemeklikning tangpungligiga ahamiyat berishimiz kerak. Uchinchisi tamak chekmaslik, tamakini tashlash, ko'p aroq ichmasligimiz kerak. To'rtinchisi tuzni kontrol qilishimiz, tuzni badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilmasligimiz kerak. 7-si yetarlik suv ichish, badanning suvsizlanib ketishining oldini olish yoki suvsizlanib ketishdan saqlanishimiz kerak. 6-si xolesterol miqdorini yaxshi kontrol qilishimiz kerak. 7-si qalaymaqan dori ishlatmaslik bo'libmi, og'riq pasayish dorisi qatorliq böbrekka ziyon yetkazadigan dorilarni ishlatganda alohida ehtiyot qilishimiz kerak. 8-si diabet kasali, yuqori qon besimi, revmatizm qatorliq kasalliklarni vaqtida davolab, uni vaqtida kontrol qilishimiz kerak. Bo'lmasa bu kasalliklarning hammasi oxirida böbrekimizga ig'ir ziyon yetkazishi mumkin. Albatta, bular bizningki böbrekni asrash va böbrek kasalliklarni oldini olishimizda alohida diqqat qiladigan ahvollar, uningdan boshqa yana nurg'un konkret ahvollar bo'lishi mumkin. Men bu yerda faqat hammamizning bilib qilish va mushu sog'lom hayotimizda alohida diqqat qilishimizga tegishlik universal masala bo'lganligi uchun men ularni alohida tilga olib o'tdim. Albatta, biz yuqorida men deb o'tgandagidek konkret böbrek kesilininki ahvoliga qarab ba'zi ahvollar o'xshamaganligi uchun biz uningga konkret tadbirlarni olishimiz
muhim deb qarayman, lekin bu faqatla mushu böbrek kasalligiga universal holda mushu böbrekni asrash yoki böbrek kasalligininki oldini olishda bizning alohida diqqat qiladigan masalalar. Bugungi bu börek sağlamlıqı toğrusida qısqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.